72. savol. Assalomu alaykum ustoz. Necha kundan beri toplarga sizlarning kiyani to'g'risidagi fatvolar yo'llanyapti. Masalan, Herbalife marketidagi sog'lomlik mahsulotlarimi ham shirkatga vakolatchi bo'lish orqali sotiladi. Vakolatchidan sotib olganga qaraganda o'zi bevosita a'zo bo'lib mal sotib olsa, sotib olgan malning miqdoriga qarab malning kelish bahasi tuvallaydi. Her bir tür mahsulotning belgilangan numeri bo'ladi. Zaman cheklamasi yo'q. Numerlar to'planib ma'lum o'lchamga yetganda malning kelish bahasi muqimlashadi va uningdan tuvan bo'lmaydi. Endi mushu mahsulotlar unumi haqiqatan yaxshi va ishlatib unumini ko'rganlar ko'p. Qo'shnilarimiz, do'stlarimiz degandek. Men akelib setishni o'ylashsam, shirkatga o'zim a'zo bo'lib ko'p miqdorda mal sotib olsam, qo'limga naq akelib turib partisatsam, to'p elib partisatishga tava bo'lamdi. Bundaq bo'lganda shirkatdan menga taalluq bo'lgan sistem ochiladi. O'zim xohlagancha mal buyurta olayman. Endi boshqa bir do'stimmo shirkatga vakolatchi bo'lishni xolasa va men orqali vakolatchi bo'lib, mening keynimga tizilsa, ikkimiz birlashib guruh nomerimizni ko'paytirib, shirkatdan malning kelish bahasini tushirib sotib olsak, ikkimiz maslahatlashib bir-birimizning sistemamizdan mal sotilish orqali nomerimizni tan ko'paytirsak, bu xil holatda qilganimiz yana harom bo'lamdi. Şirketning ayrim dükkanı yo'q. Faqat shirkat vakolatchilari orqali mal sotib olg'ili bo'ladi. Trendyol qatorliq tor sotish usullari qo'yib sotganlarmi bor. Ularmi shirkatga sotish vakolatchisi bo'lganlar, ammo mahsulotning sifatiga kafolat qilish tez. Agar men mushu marketga sog'lomlik mahsulotlarini sotish orqali iqtisodiy kirim topishni maqsad qilsam, qanday qilishim kerak? Bu shirkatning har bir tür mahsulotning halollik belgisi ekan. Her bir davlatning yemek-ichmak ta'm alohidaligi bo'yicha ishlab chiqarilgan ekan. Türkiye'nin Tarım Gıda Kanunu'na uygun kelgen asasda işlep çıkargan iken. Sümeyye Erkin, Türkiye. Cevap: Ve aleykümselam. A'za bo'lmay setib olib, agar shundoq qilib setib bersa, ishlatsangiz va a'za qilmay satsangiz to'g'ri bo'ladi. Chunki mahsulotlarning tarkibi haqida halollik guvohnoma bor bo'lsa, bu mahsulot tarkibining halolligini ko'rsatadi. Ammo savdo usulida a'zolik kirish qatorliq savdodagi noto'g'ri to'xtamlarga kirish degan gap. Ondan bu sog'lomlik mahsulotlarining yana bir tarifi bo'lsa, doktorning ko'rsatmasi bo'lmasdan birisi unumini ko'rdim deyishiga tayinib, bu mahsulotni iste'mol qilganda qanday oqibatlar kelib chiqadi, bu bir masala. Shunga xohlaganimizcha mahsulot iste'mol qilmay, kesilimiz bo'lsa doktorga ko'rinib davolanish lozim. Mahsulotlarning bir qancha kishiga unum yaxshi bo'lgani bilan, uni har kim har ahvolda xohlagancha iste'mol qilishi salomatlikka ziyonli bo'lishi mumkin. Ham bu mahsulotlarning bahasi unumga qaraganda intayin yuqori. Ammo bu mahsulotlarning bozorda o'qishi bo'lmaganlikdan, uning bahosining natijasi qimmatligini farq etish intayin qiyin bo'ladi.